Meni ismim Mr. G'ulom. Men 13 yildan beri ofitsiantlik sohasidaman. Bugun Merab restoranida mehmonnamiz. Orttirgan tajribalarimni yosh ofitsiantlar bilan bo'lishamiz. Mana bizda mehmon o'tiribdi. Hozir unga borib menyu berishim kerak. Lekin ofitsiant o'zidan kelib chiqqan holatda narsa taklif qilish kerak. O'shanda chiyib olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Ketdi. Xohlasangiz men sizga 3-4 ta yaxshi narsalarni taklif qilaman. Mening ishimni qatdan bilasan. 3-4 menyu ber iltimos. Mana. Ba'zi shunday ham bo'lib turadi. Kamchiligim? Ovqatim chiqyaptimi? Hozir. Misol uchun zakaz berish izdan chiqib qoldi yoki ovqat kechikyapti. Qanaqa vaziyatdan chiqib ketsa hozir o'rgataman. O'zingizni hisobingizdan shirinlik olib mijozga berasiz. Juda ham xursand bo'ladi. Hurmatli mijoz, bu shirinlik meni hisobimdan aybimni yuvish uchun. Xo'sh, shirinlik ishda ham bo'g'amanmi? Ovqatimni olib 2 gram oshdi o'sha. Qosim bu. Bo'ldi. Bu firminniy ovqatimiz. Voy. Yoqimli ishtaha. Buni aytmaganda bu? Buni o'zim bilib olib keldim. Mazasini bitta ko'ring, hali menga rahmat deysiz. Ko'rinishi zo'r. Mijozga juda ham zo'r servis ko'rsatdi. Endi nech pul chivib berishlarini hozir birgalikda ko'ramiz. Hurmatli mijoz. Menejerini chaqir. Nega? Servis yoqmadi menga. Ovqatim kech keldi. Keyin o'zingdan bilib olib keldim ovqat do'standa yozib qo'ygansan. To'layman hozir men unga ham. Mayli, bu stol meni hisobimdan. Har holda obro'yim bor, putur etmasin deyman-da. Menejerini chaqir menga. Ya shart emas, bu yerda men mehmonman, ish o'rgatgani keldim. Mayli, hurmatli mijoz, kelib turing. Mana endi sizlar qanaqa qilib tekinga ovqatlanishni bilib oldinglar.